Ovoz berdi. 3 Metro YouTube kanali. Hammasiga men aybdorman. Mana endi serverlar ishlamayapti. To'xtachi, menda bir ajoyib fikr bor. Allo. U endi yo'q. Dam olishga ham qo'yishmaydi. Yo'q. To'xtachi, u yerda nechta igrak bor? 6 ta. Nimalar qilishyapti? Bilmadim, lekin yaxshilikka emas. Yuhu, yana shunday. Reja tuzishimiz kerak. Xo'p, Menga qara. Xo'sh, menda oltin olma, zahar, kaktus va tugmacha bor. Yoki odamlarni bittalab o'ldiramizmi? xo'p. Bolajonlar, men keldim. Ha, qaytib kelishingni bilardim. Gapirgan gapi hazil ekanini tushunishim kerak edi. Sen, lekin rejasi ajoyib. Hoy, sen uchun menda sovg'a bor. Oy, oyog'im. Boshladikmi? Ishlay olmadik. Ajoyib, rejang ish berdi. Uni bosishim bilan aytgan narsam no'loqdir. Seni tushundim. Bo'la qol. Olg'a. Ha, buni uddaladik. Endi men u bilan shug'ullanaman. Yaramas, biz qaytib keldik. Qo'rqoqlar 3 ga 1 hali. La'nata qo'yib yubor. Ajoyib. Mana senga. U qayerda? Uni qayerda ekanligini bilmayman. U bu yerda yo'q. Steve, va nihoyat qaytib keldik. Ha, bu sen uchun oxirgisi bo'ladi. Yo'q, hozir ko'ramiz kim kuchli ekan. Yaramas it. Bu baliq o'zi meni tinch qo'yadimi? Steve. Yo'q. Yutqazishga haqqim yo'q. To'xtachi. Nahotki u ana endi meni yo'limga boshqa to'sqinlik qila olmaysan. Bilasanmi? Sen bilan g'alaba qozonamiz. To'xta.
Bu yana nimasi bo'ldi? Men va sen aslida bitta insonmiz. Ha, buni avvalroq tushunishim kerak edi. Ha, Stiv. Lekin endi kech. Biz hali qaytib kelamiz. Yaramas baliq. Va nihoyat Stiv uddalaganga o'xshaydi. Stiv. Stiv. Sen qayerdasan? Uning quroli shu yerda. Lekin bo'lishi mumkin emas. Stiv, oradan ancha vaqtlar o'tdi. Lekin sen hali ham yo'q ekanligingga umuman ishona olmayapman. Bu olamni aynan sen qutqarib qolding. Va xalq ham aynan seni deb baxtli hayot kechirmoqda. Voy, salom kuchukvoy. Men bilan ketishni xohlaysanmi? Lekin men seni tirik ekanligingga ishonaman. Aynan shuning uchun ham bu dunyodagi barcha yovuzlarni yo'q qilib, seni topishga va'da beraman, Stiv. Bu degani bizni hikoyamiz hali yakunini topmadi. Ovoz berdi Trimedra va Alex. Video qolsa albatta like va obuna tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Va kommentariyada fikringizni qoldiring. Shundan keyin bu animatsiyaning davomi chiqishda davom etadi.